Hörmətli Şərq Türkistanlıq qeyrindaşlar, Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünlərni qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgün hökumətinin baş ministri Abdulahad Nur Əfəndi başçılığındakı Uyğur cəmiyyəti əzaları və Şərq Türkistan sürgün hökuməti vəkilləri 5 aprel günü Kanadaның Alberta şəhərində Barın inqilabının 36 yıllıqını xatırlab namoyish o'tkazdi. Namoyishda axborot e'lon qilinib, Xitoyning Sharq Turkistonda mustamlika, ishg'ol, irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligiga qarshilik ko'rsatish uchun yig'ilganligini, Barın inqilobining portlash sababi va Xitoyning qonunliq bostirishi, undan keyin irqiy qirg'inchilikning davomlashayotganligi, Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qartilgan 2014-yili boshlangan irqiy qirg'inchilikning hozir 12 yilga kirganligi, Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol, mustamlika qilib olganiga 76 yil bo'lganligi va davomlashayotganligi, uzun zamonlardan beri bu qadar zulmga uchrab qo'llanilayotganligi, oilalarning izchil turda soqchilarning maxfiy nazorati ostida nurg'ulg'an urug' tuqqanlarning Xitoyning jazo lagerlariga solinib zulmga uchrayotganligi, bolalarimizning miya yuyish uchun loyihalangan davlatning yotoqliq maktablariga majburiy ilib ketilib, assimilyatsiyaga uchraydiganligi, miyasining yuyilayotganligi, Uyg'ur musulmon kimligining unutildirilayotganligi, ishning texmi yomoni sirtqi dunyo bilan bo'lgan aloqasining uzilganligi, Xitoyning yo'qotish tirishchanligining texmi andishiga soladiganligi, yoki turmaga tashlanish yoki o'lim jazosiga uchraydiganligi, mana buning ishg'ol qilingan Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning haqiqiy ahvoli ekanligi. Xitoy hukumati garchi turli yo'llar bilan axborotni cheklagan bo'lsa-mu, Sharq Turkistonda yashaydigan Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar qattiq bostirilayotganligining ma'lumligi. O'z ona vatanida mayli turma, mayli jazo lagerlari yoki boshqa joylarda bo'lsin, qattiq qiynash, och qo'yish, sistemlik turda bosqinchilik qilish, miyasini yuyish, tug'mas qilib etish, organlarini sug'urib olish qatorliq oz uchraydigan Xitoyning nurg'ulg'an jinoyatlarining sanoqsiz vahshiy qilmishlarining qurboniga aylanganligi, yordam talab qilishlarning qo'llashga erisholmayotganligi, davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikqa aloqador dalil paketlar va qutulib chiqqanlarning shohidliklariga qaramay, dunyo izchil turda reallik bilan hisoblashmay vaziyatni rad qilayotganligi, Sharq Turkistondagi ahvolni yolg'on deb baholab, Uyg'ur kulturiga pisand qilmay, Xitoyning e'tiborini sundirishga uringan tashviqot va oshqulliq deb qaraganligi, dunyoga haqiqatlarni anglatib qoyil qilishga urinishlarning qiyinga to'xtayotganligi, dunyo Uyg'ur haqida ozdir ko'pdir ovoz chiqarayotgan bo'lsa-mu, haqiqiy ahvolni to'liq bilib ketmaydiganligi, yaqinlaridan ayrilgan, turmalarga qamalgan, zulmga uchrayotgan, bolalari rəhimsizlarcha yo'qotilayotgan ahvollardan har kimning mas'uliyatining borligi, buningga sabr qolmaganligi, necha 10 yillardan beri Uyg'urlarning o'ltirilayotganligi, chetga qayqilayotganligi, chet elga panohlik izlab chiqqan Uyg'urlarning pul va yordam badaliga qaytarilayotganligi, har qarshilik, duo yo'llanmaning muhim ahamiyati, maktablar, rahbarlar, jamiyatlarni irqiy qirg'inchilikdan xabardor qilishning zaruriyatini, Uyg'ur tashkilotlarini qo'llash kerakligini, Xitoyning mulozimati mollarini boykot qilishga chaqirish kerakligini, hammadan muhimi to'g'ri atalg'ini qo'llanish, tarqalgan xato uchurlarni tuzatish kerakligi, Sharq Turkistonni Şinjan deb atash va Uyg'urlarni Xitoyning osonliq musulmonlari deb atashning irqiy qirg'inchilikning davomlashishiga yo'l ochadiganligi, adolatni yoqlashga tayyor emasligini ko'rsatadiganligi, agar harakatni boshlaganda kelgusida Sharq Turkistonning nima ekanligini bilishning mumkin bo'lmaydiganligi, Uyg'ur bolalari o'zining millatini unutishga majburlanayotganligi, hech qanday narsaning mangu bo'lmaydiganligi, Sharq Turkistonni hurlikka erishtirish tirishchanligining bir kuni natijasini ko'rsatadiganligini, mayli 1 yil yoki 10 yil yoki asrlar o'tgandan keyin Sharq Turkistonning yanala Uyg'urlarning zamini bo'ladiganligi, Sharq Turkistonga mustaqillik talab qiladiganligini aytdi. Namoyishchi ammo shuar to'lab xalqaro jamiyatni Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun harakatga o'tishga chaqiriq qilgandan keyin yana mundaq dedi. Assalomu alaykum. Bugun biz bilan bu yerga jam bo'lganliklaringizni qarshi olaman. Bugun biz Xitoy hukumatining ishg'oliyat ostidagi Sharq Turkistonda Uyg'ur xalqiga qarta davomlashtirayotgan irqiy qirg'inchiligiga yana bir qatim dunyoning diqqatini tortish uchun bu yerga jam bo'ldik. Biz bugun faqat xalqimizga qilinayotgan irqiy qirg'inchilikni ayblash uchun emas, balki 1990-yili Xitoyning bostirish siyosatiga qarshi tinch usulda namoyish o'tkazib, Xitoy qonliq bostirgan Barın inqilobini xotirlash, Xitoyni qattiq ayblash uchun to'plandik. Barın qirg'inchiligidan keyin Uyg'urlarga qarta ilib berilgan irqiy qirg'inchilik va Sharq Turkistonni ishg'ol qilish qilmishlari bugungacha davomlashmoqda.
Buningdan 36 yil ilgari, ya'ni 1990 yili 5 aprel kuni ishg'oliyat ostidagi Sharq Turkistonning Barin yezisidagi xalq Xitoyning Uyg'ur nüfusini kontrol qilish va azaytish maqsadida ilib borgan planliq tug'ish siyosatlariga qarshi tinch yo'l bilan namoyish qildi. Xitoy ishg'oliyatchi kuchlari Barin yezisiga xalq ozodlik armiyasi askarlarini avatib, ayollar va bolalarni o'z ichiga olgan begunoh fuqarolarga qarata keng ko'lamli qirg'inchilik ilib bordi. Bu zo'ravonlikqa qarata Uyg'ur xalqi o'zini qo'g'dash maqsadida qurollanishga majbur bo'ldi. Aslidagi bu tinch namoyish Xitoy ishg'oliyatchi kuchlarining haddidan ziyoda va o'rinsiz kuch ishlatishi bilan bostirildi. Keyingi oylarda bo'lsa namoyishchilar va ular bilan aloqasi bor deb qaralgan fuqarolar xohlagancha tutqun qilinib, sudsiz holda turma jazosi, qiynash va o'lim jazosiga hukm qilindi. Barin inqilobi Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarning zulmiga qarshilik ko'rsatishiga tutgan bu siyosatga bir burilish nuqtasi bo'ldi. Shundan keyin Xitoy hukumatı 1997 yildagi G'ulji qirg'inchiligi va 2009 yildagi Urumchi qirg'inchiligida ko'rilganidek, Uyg'urlarning namoyishlari Xitoyning qurolli kuchlari orqali bostirildi. Biz Barin qirg'inchiligi shehidlarini faqat so'z bilan emas, balki bu milliy ozodlik kurashimizni butun kuchimiz bilan g'alaba qilg'ucha davomlashtirish orqali xotirlaymiz. Xitoy bizning mavjudligimizni butunlay yo'qotishga urinayotgan bir paytda Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish orzuyimiz va tirishchiligimiz yildan yilga kuchaymoqda. Bugun millionlagan xalqimiz yig'ilish lagerlari, turmalar, a'zo yig'ilish lagerlari va qul emgak lagerlariga qamaldi. Sansızlagan Uyg'urlar qiynalmoqda, a'zolari uchun o'ldirilmoqda. Jinsiy parakendchilikka uchirmoqda va tug'mas qilinmoqda. Lager sirtidagi xalqimiz bo'lsa, o'z uylaridami to'xtamay nazorat qilinmoqda va xorlanmoqda. Sharq Turkistonning 1,5 milliondan ortiq bolasi oilasidan majburiy ayirib etilib, Sharq Turkistondagi 1 millionga yaqin Uyg'ur va boshqa turk bolalari oilasidan majburiy ayirib etilib, o'z kimligidan tanish, o'z millatiga o'chmanlik qilish, Xitoy kimligini qabul qilish uchun davlat boshqarishidagi yetimxonalar va maktablarga avatildi. Sansızlagan Uyg'ur va boshqa turkiy ayollar Xitoyning yo'qotish planining bir qismi sifatida Xitoy tajovuzchilari bilan to'y qilishga majburlandi. Xitoy bizning tariximiz va kimligimizdan asar qoldirmaslik uchun shaharlarimizni, masjidlarimizni va hatto qabristonliklarimizni vayron qildi. Bu qilmishlar dunyoning vijdonini cho'chitishi kerak. Bu vahshiyliklar kallanglardan chiqib ketmasin. Bular odatdagi gaplar emas. Balki Uyg'urlar har kuni beshidan kechirayotgan tasavvur qilg'usiz dahshatlardir. Xitoyning davlatimizga tajovuz qilib kirib, 1949 yili mustaqilligimizdan ayrilib qolganligimiz uchun bugun biz yo'qolish girdoviga berib qoldik. Biz Sharq Turkistonning asli va haqiqiy egallarimiz. Yangi zamin degan ma'noni bildiradigan Şinjan degan so'z Xitoy tarafidan bizga tengilgan mustamlika nomidir. Dunyoning ko'p qismi Xitoydan qo'rqishi mumkin, ammo asli Xitoy bizdan qo'rqadi. Shunlashqa ular o'tgan necha 10 yilda Sharq Turkistonning mustaqilligiga to'salg'i bo'lishni o'zlarining davlat mudofaa strategiyasidagi eng muhim nishonlarning biri qildi. Shunlashqa ular davlatimizni mustamlika qilish, xalqimizga qarata irqiy qirg'inchilik yurgizish va ishg'oliyatini davomlashtirish uchun 100 millionlarcha dollar chiqim qilmoqda. Biz uchun faqat birla hal qilish chorasi bor. U bo'lsa, davlatimiz Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish. Chunki mustaqillik bo'lmasa, Uyg'urlarning insoniy haq-huquqi bo'lmaydi. Mustaqillik bo'lmasa, mavjudligimizni saqlab qola olmaymiz. Biz hatto 21-asrda yashayotgan turibmi, telefon qilib Sharq Turkistondagi urug' tuqqanlarimizning ovozini anglay olmaymiz. Sharq Turkistonda yuz berayotgan ishlarning irqiy qirg'inchilik ekanligida, vahshiyliklarning yildizining Xitoyning vatanimizni ishg'ol qilib olganligida shak yo'q. Aniqki, mustaqil Sharq Turkiston davlatini asliga keltirmay turib, erkinligimizni va kimligimizni qo'g'day olmaymiz. Biz yana bir qatam xalqaro jamiyatni Sharq Turkistonni ishg'ol ostidagi davlat deb tunishqa va mustaqilligimizni asliga keltirish, Xitoyning 76 yildan beri davomlashtirib kelayotgan mustamlikachilik va irqiy qirg'inchilik siyosatlariga xotima berish uchun qo'lidan kelgan barliq usullarni qo'llanib yordam qilishga chaqiramiz. Bu tarix emas, bu bugungi reallik. Bugungacha sukut qilgan hukumatlarga shuni demoqchimizki, sizlarning harakatsizliginglar betaraflik emas, balki jinoyatga sherik bo'lganlikdir. Irqiy qirg'inchilik ahdnomasi qarab turishga, tomosha ko'rishga ruxsat qilmaydi. Balki harakatga o'tishni talab qiladi. Bu majburiyat bak uzun vaqtdan beri o'rindalmag'achqa, buning badalini xalqimiz joni bilan to'lamoqda. Sharq Turkiston xalqi sizlardan Xitoyning Sharq Turkistonga bo'lgan mustamlikasiga xotim berish va
Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ko'rishini qo'llashni talab qiladi. Bu sizlarning majburiyatinglar. 9 aprel kuni ijtimoiy axborotda tarqalayotgan xabarlarga qaraganda, Xitoy Kompartiyasining elchisi Zhao Xing Afg'oniston Islom imoratining davlat bexatarlik ministri Mavlavi Muhammad Yaqub Mujohid bilan ko'rishib, Afg'oniston bilan Xitoyning ikki taraf munosabati, ya'ni bexatarlik hamkorligi, yaqinqi rayonlik taraqqiyot haqida muzokiralashgan. Sharq Turkiston Sürgündü hökumətinin Tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor 10 aprel kuni Xitoy bilan Talibanning bu zich hamkorlik munosabatini qattiq ayblab bundoq dedi. Talibanning davlat mudofaa ministri Xitoy diplomati bilan ko'rishib, bexatarlikni ilgari surish, ishonchni yuqori ko'tarishni muzokiralashgan bo'lib, Xitoyning uzun yillik Sharq Turkiston ustidagi o'yini va Talibanning ikki yuzlamchiligini ko'rsatgan. Sharq Turkiston Sürgündü hökuməti Sharq Turkiston xalqiga vakolatan Talibanning Xitoy bilan bo'lgan kundan kunga kuchayotgan munosabatini qattiq aybladi. Xitoy bu strategiyasini 1996 yili 3 oyda e'lon qilgan 7 nomerlik hujjatidagi Sharq Turkistonning milliy mustaqillik harakatining qayta gullanishiga qarshi milliy bo'lginchilarga qattiq zarba berish harakatini yo'l qo'ygandan keyin yo'lga qo'ydi. Bir yildan keyin Hasan Mahsum turmadan qulay qo'yib berilib, Xitoyning ittifoqdoshi Pokistonga berib 1997 yili Sharq Turkiston Islom partiyasini qurdi. Bu Beyjingning Sharq Turkistonning milliy qutulish harakatini qonunsizlashtirish, islom xalifaligini qurishni maqsad qilgan xalqaro islomiy harakatning bir parchasi sifatida ko'rsatish maqsad yo'lga qo'ygan oldin planlangan bir taktika edi. 1998 yili 2 oyda Xitoy, Pokiston, Taliban uch taraflik yig'ini Kabulda o'tkazildi. 1998 yili yozda Hasan Mahsumning kichik guruhi Afg'onistonga qayta o'rinlashdi. Al-Qoidaning yanada ko'rinib, Xitoyni islomiy terrorist tahdidiga duch kelganligiga aloqador yolg'on dalil bilan ta'minladi. Keyin Sharq Turkiston Islom partiyasi O'zbekiston Islom harakati bilan birlashib, Turkiston Islom partiyasini qurdi. 2 oydan keyin 9 oyning 11 kuni Xitoy qasddan bizning mustaqillik ko'rishimizga to'sqinlik bo'lish uchun qisqartirma ismi Sharq Turkiston mustaqillik harakati bilan o'xshash bo'lgan Sharq Turkiston Islom harakatini qasddan uydurib chiqardi. Shuningdan beri Xitoy Sharq Turkiston mustaqillik harakatini Sharq Turkiston Islom partiyasi deb ko'rsatib, bizning milliy mustaqillik harakatimizning qonuniy o'rnini yo'q chiqarishga urinib keldi. Shundaqla terrorlikqa qarshi turish va oshqo'llik bilan kurash qilish degan yolg'on bahonalar bilan Uyg'ur va boshqa turkiy musulmonlarga qarta elib berilayotgan irqiy qirg'inchilikni oqlamoqda. Bir necha hafta ilgari Xitoyning bir maqola e'lon qilib, Talibanning Turkiston Islom partiyasining a'zolarini o'ziga qaytarib bermaydiganligini aytib, buni Talibanning ummatni sotmaydiganligining dalili sifatida havas bilan ilgari surishi xeyli ahamiyatga ega. Xitoyning Turkiston Islom partiyasiga ehtiyoji bor, chunki uning asosliq vazifasi Beyjingga davomlashayotgan terrorlik tahdidining isbotini ta'minlash, Xitoyning irqiy qirg'inchiligini oqlash va milliy mustaqillik harakatimizni qonunsizlashtirish. Talibanlar Xitoyning qo'llashi bilan o'z ixtiyori bo'yicha o'yin o'ynab keldi. Bu Xitoyning Sharq Turkistondagi ishg'oliyat markazi bo'lgan Urumchida Xitoy, Pokiston va Talibanlar orasida o'tkazilgan uch taraflama yig'ini. Shuningdan keyingi Talibanlarning mudofaa ministri bilan Xitoy elchisi o'rtasida o'tkazilgan uchrashuv orqali texmi aniq isbotladi. Xitoyning Sharq Turkistonda davomlashtirayotgan irqiy qirg'inchiligiga qaramay, har ikki taraf hamkorlikni kuchaytirishni talab qilmoqda. Talibanlar 30 yildan buyon nima ish qilib kelayotganligini aniq biladi. Ular islom dinidan ko'ra Xitoyni tanladi. Ular ishg'ol qilingan Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilikqa duch kelayotgan millionlagan Uyg'ur va boshqa turk musulmonlarining hayotiga qaraganda Xitoyning iqtisodiy va siyosiy qo'llashini tanladi. Talibanlar xalqimiz oldida, tarix oldida va eng muhimi Alloh oldida to'liq javobgarlikka tortildi dedi. Sharq Turkiston Sürgündü hökuməti Xitoy bilan Talibanning kun sayin kuchayotgan hamkorligini keskin aybladi va buni rayon uchun kishini andishiga soladigan masala deb tasvirladi. Xabarlarga qaraganda, Sharq Turkiston Sürgündü hökumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor Taliban bilan Xitoy o'rtasidagi yaqinqi munosabatlarni qattiq tanqid qilib, bu hamkorlikni ikki yuzlamchilik va Sharq Turkiston xalqiga yurgizilayotgan uzun muddatli strategiyaning bir qismi deb atadi. Bu inkas Talibanning mudofaa ministri bilan Xitoyning Kabulda turishliq elchisi uchrashib, ikki tarafning bexatarlik hamkorlikni texnik kuchaytirish usullari haqida muzokara qilgandan keyin o'tirg'a chiqdi.
Şərqi Türkistan sürgündü hökumətinin bayan qilishçə, Talibanның Xitay bilan bo'lgan qo'yiq munosabati rayondagi Uyg'ur musulmonlariga qarata xatarni avutishi mumkin ekan. Bo'libmi Xitoyning siyosatlari izchil xalqaroning tanqidiga uchrayotgan bir paytda bu munosabat texmi xatarlik tus olmoqda ekan. Şərqi Türkistan sürgündü hökuməti Xitay başquruşidagi Şinjan rayonini mustaqil bir davlat deb qaraydigan va u yerda yuz berayotgan kishilik huquq dafsanchiligiga qarshi dunyoviy qo'llashga erishmoqchi bo'lgan bir tashkilotdir. Mutaxassislarning aytishicha, Xitoy bilan Taliban o'tirisidagi kun sayin kuchayayotgan hamkorlik rayon bexatarligiga ta'sir ko'rsatib qolmay, O'rta va Janubiy Osiyoning jo'grafiyalik siyosiy vaziyatiga ta'sir ko'rsatgan bo'lib, xalqaroliq har qaysi sohalar bu masalani yaqindan kuzatmoqda. Qasida Farhod Tursun. Sening ruhing butun dunyo. Herman Hesse Siddharthadan. Qaç-qaçda muzdavanda to'nglab qolgan jasadlar ichidan meni tuniya olamsan. Panoh tortgan qarindoshlar soldirib oldi kiyimlarimizni. Hozirmi o'ssang, undan uchraydi yalang'och jasadlarimiz. Qatliamni ular menga muhabbat deb tanganda, bilamsan, men sen bilan billa. 300 yillik uyqudan uyg'onib tunimaydi ular bir-birini, bilmaydi ham o'zining ulug'ligini. Zaharni isil sharab bilib xushallik bilan ichib atganman. Ular ko'chalardan g'oyib bo'lgan gavdamni izlab topolmay yurganda, bilamsan, men sen bilan billa. Kallalardan yasalgan ashu munar ichida bor mening mukallam. Qilishning ittik galliqini sinash uchunla kesgan mening kallamni. Qilich oldida biz so'ygan sabab natija munosabati xuddi tal va oshiqning vujudidek gumron bo'lganda, bilamsan, men sen bilan billa. Bozorda egiz tumoqliqlar qarg'a elish mashq nishoni bo'lganda, mingisiga o'q sanjilgan kishining chiroyi azobliq so'zilib, o'zining o'lish sababini bilmak bo'lib qaragan ko'zining oldida jallodning gavdasi g'uvolishib yo'qolganda, o'q sanjilgan mingidagi qizib ketgan tafakkurda aks etgani mening gavdam, osh chog'da bilamsan, men sen bilan billa. Sharob ichish qon ichishdan ig'ir gunoh hisoblangan shu davrlarda, bilamsan, odam qinida cho'rgilgan tugmanda tortilgan unning ta'mini. Alisher Navoiy asabiylarcha ham xiyol qilib chiqqan sharobning ta'mi ulga ilingan mening qinimdan. Cheksiz sirliqlashgan shu maslikning eng cho'nqur qatlamlarida, bilamsan, men sen bilan billa. 2006-yili 3-oy, Beijing, Shixomi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.